Assalomu alaykum, aziz yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, ro'zalar bilan charchamasdan yuribsizlarmi? Endi ro'za kirganidan keyin zakaz birdan to'xtadi taksida azizlar. Keyin Denovga qatnayib qoldim. 1-2 reys Denovga borib kelyapman hozir. Kechadan oldin kuni ro'zaning ikkinchi kuni Denovdan qaytyapman. Ulyanovdan o'tganni o'ng qo'ldagi kottejlardan bitta shu yoshi 25-30 yoshdagi ayol kishi qo'l ko'tardi, to'xtadim. Salom alaykumlik, klientlarim ham bor edi. O'tirdik, keldik Sarasoga, hamma tushdi, u ayolgina tushmaydi-da. Endi men o'ylabman, uzunga boradimi deb. Endi men uzunga bormayman. Apa qayerga borasiz desam, Denovga deydi. Biz Sarasoga yetib kelganmiz-da. Apajon, biz Sarasoga kelib qoldik, u Denov narigi tomonga o'tishingiz kerak edi yo'ldan desam, men ham bilmayman deydi, endi qaytarib olib borasiz deydi-da. Keyin men aytdim, bo'lmasam ozroq kutib turasiz, odam olaman, keyin boramiz dedim. Bo'lmasam xohlasangiz boshqa mashinaga o'tkazib jo'natib yuboray. Yo'q, mayli kutaman dedi. Endi kutyapmiz, odam yo'q. 1 soat o'tirdi, odam yo'q. Keyin shu bitta odam bilan qaytib ketdim Denovga. Denov qaytib ketdim, yo'l-yo'lakay odam terib bordim. O'sha yerdan boshlig'i chiqdi. Aytadi, aka deydi, bu deydi birinchi marta deydi, shu o'zi kelyapti deydi. Buni oldi faqat eri olib kelgan ishga deydi. Birinchi marta o'zi chiqibdi deydi. Sarasoga ketib qolibdi, yana Sarasoga qaytib kelibdi deydi. Men aytdim, endi bu kishi ham menga aytganlari, endi men ham bilmasam bu yoqqa Denovga ketishlarini dedim. Xullas, mana shunaqa bo'lib qoladi. O'zlaringizda qanaqa bo'lyapti zakaz azizlar? Fikrlaringizni kommentariyaga yozinglar.